Ustalarga ham oson emas. Sizlar akalar ofisda o'tirib, pulni sanab Grosslarni o'rtoqlar mana Malar akalarimiz qanaqa ishlashyapti. Mana bu mana narvonlarni qo'yib, ijodni qilib, leysalarni taxlab, leysalarning ustiga leysa qo'yib, mana bunaqa ishlashyapti. Baraka topinglar, Alloh rozi bo'lsin. Ustalarga ham oson emas. Sizlar akalar ofisda o'tirib, pulni sanab olmay ish bityapti deb o'ylayapsizlar. Bu yoqdan lekin xabaringiz yo'q. Akalar mana tepaga chiqib, o'zini jonini xatariga qo'yib ishlayotishibdi. Tasavvur qiling, bitta taxta sinib ketsa nima bo'ladi? Alloh ko'rsatmasin. Shuning uchun ustalarning hurmatini qilaylik. Qancha chang yutadi, qancha baland joyda ishlaydi. Mana shu oila bola chaqani boqaman. Ustakalarga respekt. Umringiz uzoq bo'lsin, belinglar baquvvat bo'lsin. Mana hozir mana shu joydan biz o'zimizni tushib ketamiz. Apasni juda ham. Shu o'zi apasni ko'rasizlar. Mana ulardan mablag' qilib o'tib tushib ketamiz. Endi o'ylayveringlar, ishlash o'zi qanaqa apasni. Biz bu yerda kafil ishlarni qilyapmiz. Xizmatda bo'lsa bemalol turasizlar, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Duo qilib qo'yinglar, bu videoni ustakalarga jo'natib qo'yinglar.